Azgina uyda bo'lmaganimga tillaring chiqib qoptimi sen xotinni? To'sh pastga. Ha, nima qilmoqchisiz? Urmoqchimisiz? Uning o'zi shu qoldi urmaganingiz. Bir haftalab tog'da yurib kelib, endi bugun sizga yoqmay qoldimi? O'char ovozingni. Murod, Ha, qo'shni. Oching. Yaxshimiz. men qarab borgin bir minutga. Murod, ukam sen gapiryapman. Butun mahalla gap so'z qilyapti. Uyingda har kuni janjal. Nima bo'lyapti senlarga o'zi? O'zimni ham jonimga tegdi aka. Ko'rmaysizmi bu ayol zotini? Tushuntir bo'lmasa. Murod, meni ham uyimda 2-3 yil faqat qirg'in marot bo'ldi. Lekin bir joyga borib keldim, mana hozir uyda pash uchgani bilinadi. Xohlasang, seni ham ayoling bilan birga olib borib kelaman. Guldek oila ekansizlar. Ajrashishinglarga sabab nima? Tili zahar. Na, eri qo'ldan turishlar. Na, qolishlar. San zahar. Mana olishimiz yo'qmi? Ovqat berishimiz. Stop! Yo, qarasam dardinglar nazi ko'p ekan. Qizim, sizni mana qog'ozni oling. Kuyov bola, siz ham mana qog'ozni oling. Anta yomon ikkita xona bor. Kiringlar-da, shikoyatinglarni yozib chiqinglar. Men chaqirmaguncha kirmanglar, xo'pmi? Ikkita varrog'ingiz yetmadi. Yana ikkita varroq qo'shib bering. Menga qarang, kuyov bola. Siz ayolingiz bilan yarashmoqchimisiz yo ajrashmoqchimisiz? Nima deganingiz bu? Meni ajrashadigan xotinim yo'q. 3 ta farzandim bor. Faqatgina menga bo'ysunishini xohlayman. Unda men bir minutga o'tiringchi. Ajrashmaydigan bo'lsangiz, nima qilib varroqlarni to'ldirib yuribsiz, o'g'il bola? Ayol kishini hech qachon majburlab bo'ysundirib bo'lmaydi. Erkaklik vakolati bilan bo'ysundiriladi. Mana ikkita varroqni oling-da. Hech narsa yozmasdan o'tiring. O'zim chaqirganimda kirasiz, xo'pmi? Qani kelin. Voy, aka bola. Hech narsa yozmabsiz. Men shuncha narsa yozganimda bular umuman shikoyat qilmabdilar. Meni kechirasizlar, uzr. O'g'lim, ayol kishini dardlari ko'p bo'ladi, lekin siz erkaksiz. Hozir sizga hech narsa yozdirmasdan sizni bir pog'ona tepaga ko'tarib qo'ydim. Endi bu yog'iga bilib ishingizni qiling. Oila muqaddas, shu narsani hech qachon unutmanglar.